Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Minecraftda 100 kun survival qilaman. Qanunda videoga let's go. Keyin esa men tez daraxtlarni chopdim-da, o'zimga yog'ochdan aslaha yasashga yo'l oldim. Keyin esa men shartta toshlarni qazdim-da, o'zimga tosh aslahalar yasashga otlandim. Keyin esa 1-2 daqiqa yog'och chopdim va u oralda o'zimga krevat ham yasab olgandim. Yog'ochlarimni taxtaga aylantirdim-da, o'zimga uy qurishga normalroq joy izlashga otlandim. Mana o'zinglar ham ko'rib olishlaring mumkin. Oxiri kech tushdi va men yotib olmoqchi bo'lgan edim. Bu Umar deganlari men tuz uzib yubordi-da. Keyin men o'zimga ozginacha uy qurmoqchi bo'ldim-da va mana ozgincha qurib qo'ydim. Va keyin yana yog'och chopdim-da, materiallar olib keldim uyni qurishga. Mana keyin videodan ko'rib olishlaring mumkin. Keyin esa uyimga oyna qo'ymoqchi edim. Qum yo'q ekan, qum olib kelishga ketdim va qum qazib oldim. 1 stakcha yetar deb turgan. Bir stak emas, 24 ta qazib oldim. Va u ham afsuski yetmadi. Va ko'rib olishlaring mumkin. Va bu yerga pechka va verstaklarni joylashtirdim. Va ozgincha qarab turdim-da, qumlarni eritishga qo'ydim. Va oyna kerak edi bizga shuning uchun. Qarachi kech ham tushdi. Mana bu yerda Umar deganlar chichyordi-da. Creeperdan o'tib ketibdi. Katta qilib chichib qo'ydi. O'tni endi to'g'irlash kerak. To'g'irlamadim ham bu yerni. Va kech tushgandan so'ng uxlab olishimiz kerak edi. U kelmadi. Chichivyapti-da, kelmoqchi bo'lib. Creeperlar juda ko'p sabab hardda turibdi-da o'yin rejimi. Va qanchadir yillardan so'ng kelib yotdi. Oxiri. Va ertasi kun tushdi. Keyin esa o'rnimdan turdim-da, tezlashib o'zimni ishlarimni bilib qilishga otlandim. Keyin esa ozgina temir kerak bo'ldi. Temir qaziyman deb shaxta ham yo'q edi. Qazib yurgan paytim afsuski hech nima chiqmadi. Keyin esa o'rmonda yurgan paytim bitta bo'ri ko'rib qoldim. Uni o'zimga it qilib boqishga harakat qildim. G'alati, bo'rini it qilib boqish. Mana bitta suyakka ko'nmadi va
yugurib bordim-da, o'zimniki qilib oldim. Mana ko'ryapsizlarmi? Ismi Bobikcha. Bobik, mahmud. Kuch. Hazil. Shunaqa qilib o'zimni uyimga qarab otlandim va o'tlarda atrof muhitni ko'rib, mana bu tualet. Botlardan shaxta bor ekan. Botdan men temir bankan. Shaxta emas ekan. Temir qaziman deb tushgan edim, lekin hech vaqo yo'q. Va yana o'zimni ishimni qilib aylanib yurdim. Bu arada bizda 3-kun boshlangan axir. Va mana men tashqariga chiqib oldim-da, bitta to'qchani qarab ko'rdim. O'zidan nosni hidi kelyapti, nos chekib olganman. Va yana shartta Bobik. Va shunday qilib 5-kun ham boshladi. 5-kunda esa videoni tugatishga qaror qildim. Aytgancha bu birinchi epizod edi. Ikkinchi epizod esa 5 dona likedan so'ng chiqadi. Hammaga xayr.